Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomiz qandli diabet kasalligi va uni davolashga bag'ishlanadi. Xo'p, qandli diabet qanaqa kasallik deydigan bo'lsak, xalq tilida saharni diabet yoki sahar nomlari bilan mashhur. Qandli diabet bu organizmda insulin gormoni yetishmovchiligi yoki uning ta'siri pasayishi natijasida qonda shakar darajasining oshishi bilan tavsiflanadigan surunkali kasallikdir. Shakar bu glyukoza, fanda glyukoza deyiladi yoki qand deyiladi. Qonda oshishi, to'qimada emas. To'qimada oshishi bu organizm uchun kerakli bo'lganidan oshadi to'qimada. Qonda oshib ketishi bu qandli diabetga sabab bo'ladi, surunkali ravishda. Xo'p, insulin degan gormon bo'ladi bizda. Insulin degan gormon qonda qand miqdorini boshqarib turadi. Kamayib ketsa ko'paytib beradi. Agar tushib ketadigan bo'lsa, kamayib ketadigan bo'lsa ko'taradi, ko'tarib ketadigan bo'lsa tushib turadi. Tushirib beradi bizga. Mana shu muvozanatlab turuvchi gormon hisoblanadi insulin. Bu oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladi. Xo'p, insulinning ikki xil ta'siri bor. Birinchisi o'sha qondagi glyukozani hujayralarga, ya'ni qon va hujayra o'rtasida darvozalar bo'ladi. Oddiy xalq tilida tushuntiradigan bo'lsak, o'sha darvozalarni qaysidir ma'noda qo'riqchisi hisoblanadi. Kirgizib chiqarib turadi. Agar qonda qand oshib ketadigan bo'lsa, ortiqcha qandni, ya'ni glyukozani hujayraga kirgizib yuboradi. Agar qonda qand kamayadigan bo'lsa, hujayradan qaytarib o'sha qonga o'tkazadi. Mana shunaqa vazifani bajaruvchi gormon hisoblanar ekan. Xo'p, qandli diabetning qanaqa turlari bor deydigan bo'lsak, birinchi tip va ikkinchi tip turi bor. Xo'p, mana bu ta'rif berayotganda biz insulin gormonining yetishmovchiligi dedik va insulin gormonining ta'sirining pasayishi dedik. Birinchi tipda insulin gormoni bu yerda kam miqdorda ishlab chiqariladi. Ya'ni insulin miqdori pasayib ketadi. Bu asosan bolalar va yoshlar orasida uchraydi. Organizm insulin ishlab chiqarmaydi yoki juda ham kam ishlab chiqaradi. Ya'ni insulin kamligi evaziga oddiy, uni mantiqan o'ylaydigan bo'lsak, insulin kam, qonda qand ko'payib ketyapti, ya'ni glyukoza ko'payib ketyapti. Uni hujayraga kirgizib yubora olmayapti. Darvoza ishlamayapti. Shuni evaziga insulin kamligi evaziga qonda qand miqdori oshib ketyapti. Ikkinchi turida esa, ikkinchi tip qandli diabetda ta'rif beramiz mana. Kattalar orasida keng tarqalgan deyapti. Organizm insulin ishlab chiqaradi, lekin hujayralar uni to'g'ri ishlata olmaydi. Buni qanday tushunish mumkin? O'sha insulin organizmda yetarli, insulin normada, lekin o'sha men yuqorida aytgan hujayra va qon tomir o'rtasidagi darvoza ishlamaydi. Insulin o'sha qo'riqchi dedik, darvozaga kuchi yetmaydi yoki darvozaga ta'sir qila olmaydi. Xohlagan payt insulin glyukozani chiqarib kirgizardi-yu, ana o'sha narsani bajara olmaydi bo'lsa ham. Demak, birinchi tipdan ko'ra ikkinchi tip xavfliroq ekan. Sababi insulin bormi, insulin yo'qmi, ikkinchi tipga farqi yo'q. Birinchi tipga esa insulin bersak normallashadi, insulin bermasak kasallashadi. Uchinchi turi bor bizda. Uchinchi tur deyilmaydi rasman. Shu birinchi tip va ikkinchi tip deyiladi. Insulinda o'ziga bog'liq bo'lgani uchun. Uchinchisi bu gestatsion diabet. Gestatsiya degani bu homiladorlik degan ma'noni bildiradi. Homiladorlik paytida yuzaga keladigan diabetning turi. Bu vaqtinchalik bo'ladi. O'sha homila shakllanib to tug'ruq bo'lib tugagunga qadar davom etadi. Ya'ni ona organizmi o'sha homilasi uchun, ikkita inson uchun, nafaqat bir o'zi uchun, balki o'sha homilasi uchun ham qand ishlab chiqarish kuchayadi. Ya'ni ikki karra ovqatlanishga to'g'ri keladi. Organizm ikkita inson uchun yashashni boshlaydi. Shuning uchun qonda qand miqdori tabiiy ko'tariladi. Bu vaqtinchalik bo'ladi. Bevosita homiladorlarda qonidan insulin tekshirib ko'radigan bo'lsak yoki qand miqdorini tekshirib ko'radigan bo'lsak, yuqori chiqadi. Bu shunaqa turi bor. Demak, birinchi tip bilan ikkinchi tip bizda kasallik deyiladi. Uchinchisi gestatsion diabet, ya'ni homiladorlik paytidagi diabetga tushunishimiz mumkin ekan. Demak, qandli diabetning belgilari qanaqa? Endi men tibbiyot xodimiman. Ba'zi
tibbiy terminlarda aytadigan bo'lsam tushunmasliklaringiz mumkin. Masalan, qonda qand, ya'ni glyukoza 6 fosfat, glyukoza 1,6 fosfat bo'lib hujayradan ichga o'tadi. Glyukozani o'zi to'g'ridan-to'g'ri hujayraga kirib bora olmaydi. Qonda fosforillanib, glyukoza 6 fosfat va hokazo bo'lib fosforilaza kabi fermentlar orqali birinchi glyukoza fosforlanib, keyin o'sha hujayra devoridan kirib ichkariga kiradi. Endi bu juda ham biokimyoviy, juda ham bir xalqning tushunishi qiyin bo'lgan terminlar, shuning uchun xalq tilida sodda tushuntirishga harakat qilyapman. Qandli diabetning belgilari qanaqa? Oddiy tushunayotgan bo'lsak, har qanday inson qandli diabet to'g'risida ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Bu video ham xuddi shuning uchun chiqarilyapti. Xo'p, chanqash hissi bo'ladi. Birinchi o'rinda ko'p siydik ajralishi, tez vazn yo'qotish, juda ariqlab ketadi, doimiy charchoq va ko'rishning pasayishi. Va bundan tashqari xotiraning pasayishi, buyraklarning ishdan chiqishi kabi turlarni ham yozishimiz mumkin edi. Asosan mana shu 5 ta anoni yodlab olishimiz kerak. Chanqash hissi nima uchun tez chanqaydi? Chunki chanqoq bu hujayraga bog'liq, qonga bog'liq emas. Hujayraga bog'liq. Bizning chanqash reflekslarimiz hujayra bilan bog'liq. Agar hujayrada suv kamayadigan bo'lsa yoki suyuqlik kamayadigan bo'lsa, biz chanqaymiz. Mana shunaqa ishlaydi refleks. Nega deydigan bo'lsak, qand bilasizlar, suvni yaxshi ko'radi. Masalan, bironta shakarni yoki bironta novvotni yoki qandni suvga solsalaring, o'ziga shimi bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunday glyukoza ham qonda ko'payib ketgandan keyin hujayradagi suyuqlikni o'ziga tortib oladi. Buni fan tilida osmotik bosim deydi. Mana shu tortib olgandan keyin hujayra suvsizlanadi. Qonda suyuqlik miqdori oshib ketadi. Glyukoza ko'p, chunki glyukoza ko'pligi uchun, qonda glyukoza ko'pligi uchun hujayradagi ortiqcha suvni tortib oladi o'ziga va chanqash hissi yuzaga keladi. Ko'p siydik ajralishi bilamiz. Qonda suyuqlik miqdori ko'p va uni tashqariga chiqarib tashlashga intiladi. Shuning uchun ko'p peshob tashqariga chiqariladi. Tez vazn yo'qotish. Albatta, hujayrada glyukoza kirmayapti. Glyukoza bu energiya, glyukoza bu hayot manbai. Glyukoza qonda yuribdi, lekin hujayraga o'tmayapti. Hujayraga borsagina inson yashaydi. Bu qonda aylanib yurgani qiziq emas. Shuning uchun hujayraga o'tmaganligi uchun, qonda ko'payib ketayotganligi uchun tez vazn yo'qotish bo'ladi. Hujayradagi bor glyukoza parchalanib, hujayradagi bor metabolizm parchalanib, shunaqa buzilish yuzaga keladi. Shuning evaziga tez ariqlab ketish yuzaga keladi. Doimiy charchoq. Albatta, hujayra glyukozaga to'yinmagandan keyin, energiyaga to'yinmagandan keyin doimiy charchoq yuzaga keladi. Ko'rishning pasayishi. Bu qandli diabetning asoratlarida bo'ladi. Bu retinopatiya deyiladi. Fan tilida retino degani shu ko'zning to'r pardasi bo'ladi. Asosiy bizni ko'rishimizni ta'minlab beruvchi pardasi retinopatiya. Ya'ni retino qismi bo'ladi, ya'ni to'r parda. Ana shu to'r pardani qon bilan ta'minlanishi yoki retinopatiyasi yuzaga keladi. Ya'ni qon tomiri gialinozi yuzaga keladi. Qon tomiri gialinozidan keyin o'sha to'qimalarda eng kichik to'qimalarda qon bilan ta'minlanishi buziladi va ko'zda xiralashishi yuzaga keladi. Bundan tashqari miyaga ta'sir qiladi, neyropatiya deydi, xotira susayishi mumkin bunga qo'shimcha ravishda va nefropatiya degani ham bor. Nefropatiya degani bu buyrakni ishdan chiqaradi. Bu qandli diabet shunday kasallikki, insonni bittada o'ldirmaydi, insonni bosqichma-bosqich uzoq muddat na sog'lom yashashga qo'yadi, na kasal yashashga qo'yadi. Shu juda qiynaydi odam. Shuning uchun qandli diabet kasalligiga chalinmaslik kerak. Qandli diabetning xavf omillari. Qanday insonlar ehtiyot bo'lishi kerak? Genetik moyillik. Qandli diabeti bor ota-onadan qandli diabetga chalinadigan bola tug'ilishi mumkin. 100% qandli diabet tug'iladi deyilmaydi. Moyillik degan narsa 100% degani emas. Shuni farqiga borib olishimiz kerak. Shuning uchun semiz insonlar ehtiyot bo'lishi kerak. Harakatsiz turmush tarzidagilar ehtiyot bo'lishi kerak. Noto'g'ri ovqatlanadiganlar ehtiyot bo'lishi kerak va stressdagilar ehtiyot bo'lishi kerak. Profilaktika qilish uchun sog'lom ovqatlanish kerak. Vaqtimiz bor bizda. Jismoniy faol bo'lish kerak, qonda shakar miqdorini nazorat qilish kerak, shifokor ko'rigidan o'tish kerak. Salomat bo'linglar azizlar.